Putin haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq ismi Vladimir Vladimirovich Putin 1952-yil 7-oktyabrda Leningrad shahrida tug'ilgan. Bo'yi 170 cm, vazni 77 kg. Onasining ismi Mariya Ivanova Putina, otasining ismi esa Vladimir Spiridonovich Putin. Putin oilada 3-o'g'il. Ikkita akasi Putin tug'ilishidan oldin vafot etishgan. 1960-1965-yillar 193-maktabda o'qigan va keyinchalik 281-o'rta maktabda tahsil olgan. Otasi zavodda ishlagan. Putin bolaligidan dzyudoni yaxshi ko'rgan va ushbu sport turida chempion bo'lgan. Maktab davrida u yaxshi o'qigan. Putin razvedkachi bo'lishga qaror qilgan va 1970-yil Leningrad davlat universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kirgan. 1975-yildan 1990-yilgacha Davlat xavfsizlik qo'mitasida xizmat qilgan. Germaniyada razvedkachi bo'lib ishlagan. Putin nemis tilini biladi. 1990-yilda Leningrad davlat universitetini xalqaro aloqalar bo'yicha yordamchisi bo'lgan. 1991-yil, 1996-yillarda Sankt-Peterburg meriyasida ishlagan va KGBdan ishdan bo'shagan. Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasiga ega. 1996-yilda Sankt-Peterburg ma'muriyatida ish boshlagan. 1999-yil avgust oyida Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri etib tayinlangan. 1999-yil 31-dekabrda Rossiya prezidenti bo'lgan. Putin dzyudo bo'yicha qora belbog'ga ega. 2008-yilda Putin tabiatga qo'yib yuborilgan Amur yo'lbarsi oldida suratga tushgan. Putin Sankt-Peterburgning Zenit futbol klubiga muxlislik qiladi. 2014-yilda u Milliy xokkey ligasi yulduzlari bilan xokkey o'yinida qatnashgan. 2009-yilda Putin otda tushgan surati memga aylangan. 2011-yilda Putin ochiq dengizda 10 kilometr suzgan. Putin muntazam ravishda qurol bilan suratlarga tushadi. Putin Sibirda o'rmonlarni himoya qilish va daraxt ekish bo'yicha tadbirda ishtirok etgan. 2011-yilda Putin Qora dengizda surfing qilgan. Putin muntazam ravishda baliq oviga boradi va ko'pincha katta baliqlar ovlaydi. Putin ovqat pishirishni yaxshi ko'radi, ayniqsa tabiatda. 2014-yilda Putin Sibirda qorda sayr qilgan. Putin ba'zan ommaviy tadbirlarda qo'shiq kuylaydi va pianino chaladi. Putin Rossiyaning oltin halqasi bo'ylab velosipedda yurgan. Ommaviy tadbirlar vaqtida Putin tez-tez jismoniy kuchlarini namoyish etadi. Putin chang'i sporti bilan faol shug'ullanadi. Putinning qarorgohida o'zining hovuzi bor. 2011-yilda Putin suvga sho'ng'igan va qadimgi Yunon amforalarini topib olgan. Putin ba'zan tarixiy binolarni qayta qurishda ishtirok etadi. Rossiyada chang'i turizmini rivojlantirish loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi. Putin eshkak eshish bahslarida qatnashgan. Putin gidrosiklda uchgan, parashyutdan sakrash kabi ekstremal sport turlarini sinab ko'rgan. Qishloq uylarida vaqt o'tkazishni, har xil turdagi ochiq havoda dam olishni yaxshi ko'radi. Putin texnologiya tarixiga qiziqadi va ba'zida eski avtomobillarni namoyish etadi. Putin yovvoyi tabiat bilan fotosessiyalar qilishni yoqtiradi. Ba'zan Putin taniqli shaxslar bilan norasmiy uchrashuvlar o'tkazadi. Putin faoliyatining dastlabki yillarida jang san'ati turnirida qatnashgan. Ko'pincha bahs-munozaralarga sabab bo'ladigan noodatiy bayonotlar beradi. Putin turli turdagi samolyotlarda, jumladan harbiy samolyotlarda uchgan. Putin Rossiyaning kosmik missiyalari va loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi. Putin arxeologik ekspeditsiyalarda qatnashgan. U ba'zan astronomiya va yulduzlarni kuzatish bilan qiziqadi. An'anaviy rus oshxonasini yaxshi ko'radi va taom festivallarida qatnashgan. Putin turli madaniy tadbirlar va festivallarni qo'llab-quvvatlaydi va ishtirok etadi. Tez-tez chet elga sayohat qiladi va turli xil madaniyatlarni o'rganadi. Putinning baliq ovlash safaridagi rasmlari juda mashhur bo'lib ketgan. U tarixiy filmlarni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Putin tarix va siyosat haqidagi kitoblarni faol o'qiydi. Karate kabi turli jang san'atlarini o'rgangan. Putin intervyularida tez-tez bolalik xotiralari bilan o'rtoqlashadi. Putin turli xalqaro forum va seminarlarda tez-tez qatnashib turadi. Turli hayvonlar, jumladan ayiq va yo'lbarslar bilan ham suratga tushgan. Putinning blogi bor. U yerda o'z fikrlari va sevimli mashg'ulotlari bilan o'rtoqlashadi. Putin Rossiyada hayotni yaxshilash uchun turli loyihalar va dasturlarni amalga oshiradi.
Putin Rossiyada yodgorliklar va yodgorlik belgilari muzeyini ochgan. U turli xil sport festivallarida qatnashadi. Putin 20 yildan buyon prezidentlik kursisida o'tiribdi. Putin qadimgi rus an'analari va bayramlarini qo'llab-quvvatlaydi. Yangi madaniy ma'rifiy muassasalarning ochilishida ishtirok etadi. Muzeylar va madaniy ko'rgazmalarga tashrif buyurib turadi. Putin ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Hozirgi vaqtda eng kuchli prezident hisoblanadi. Putin ba'zan futbol o'yinlariga boradi va Rossiya klublarini qo'llab-quvvatlaydi. Sport infratuzilmasi va yangi sport inshootlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Putin chang'i sayohatlarini va qishki sarguzashtlarni yoqtiradi. Baykal ko'liga zerikkanida juda ko'p borib turadi. Putin Rossiya haqida juda ko'p qiziqarli faktlar va sirlarni biladi. Boshqa davlatlar bilan madaniy almashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Putin ekologik loyihalar va tashabbuslarda ishtirok etadi. Hattoki maktablarga ham borib turadi. Putin Toshkentga ham tashrif buyurgan. Putinning ta'kidlashicha, u bolaligidagi Kipling asarlariga qiziqib qolgan. Putin geografik xaritalar va taniqli shaxslar suratlari tushirilgan pochta markalarini to'playdi. 2007-yilda Amerikaning Time jurnali Putinni yil odami deb topgan. 2009-yilda Vladimir Putin Mo'g'ulistonning davlat mukofoti Marvaridli qimmatbaho tayoq ordeni bilan taqdirlangan. Vladimir Putin o'ng qo'lida $10,000 soat taqib yuradi. Putin Shimoliy Koreya prezidenti bilan juda yaqin. 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib, xalqaro sanksiyalar va qoralashlarga sabab bo'lgan. 2018-yilgi saylovlarda Putin ishonchli g'alaba qozongan. Biroq saylovlar qonunbuzarliklar uchun tanqid qilingan. Turli mamlakatlar, jumladan Xitoy va Yaqin Sharq bilan savdo aloqalarini rivojlantirgan. Qurolli kuchlarni faol ravishda modernizatsiya qiladi va harbiy xarajatlarni oshiradi. Va Putin korrupsiyaga qarshi faol kurashadi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib, keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.